Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Nahotki shu dushmanlik bo'lsa? Kimsan Mirkomilboy shuncha davlat, shuncha Izzatobroyni nahotki oz xalqiga dushmanlik niyatida to'plagan bo'lsa? Agar u oz ham shaharlarga gayrlik qilsa, Ubaydulla Junfurushnikida yigilganlarga, bir farangi boyning zavodini Anjanga ko'chirib keltirmoqchiman. Ashining maslahatiga boraman deb aytarmidi. Axir farangi, fransuz, o'sha paytlarda barcha boylar topganini xorijga sotish yevropalik bilan band, zavod qurish hech kimning yetti uxlab tushiga kirmagan, behisob daromad keltiradigan bunday niyatni hech bir boy oshkor etmas edi. Lekin Mirkomil bunday qilmadi. Aytdi. Bilsa bilsin, uddasidan chiqqanlar harakatga tushsin, dedi. Dedi-yu, o'ziga dost emas, ganim orttirganini, u ganimlar o'zga yurtlardan kelib yurtni, diyorni bosib turgan orislar emas, o'zining o'zbeklari ekanini juda kech bildi. Ko'pni ko'rgan Mirkomildek uddaburon inson ham omadi kulib boqqan odamni bego, nalar emas, avval bosh o'z yaqinlari ko'rolmasligini juda kech angladi. Anglaguniga qadar hamyurtlari joniga ora kirish, ularni oris istibdodidan himoyalash yo'llarini izlab, sa'y-harakatlardan tolmadi. Kultepaga masjid, madrasa, musofirxona, kasalxona, hammom qurishni rejalashtirganida o'zining manfaatini ko'zlamadi. Aksincha, halovatidan ayrildi. Shahar hokimiyati viloyat hokimiyatiga, viloyat hokimiyati o'lka gubernatorligiga ruxsat so'rab noma yo'lladi. Yiginu muhokamaning adogi ko'rinmasa ko'rinmadiki ish. Joyidan siljimadi. Uyezd mahkamasidagi yiginga boyning o'zini taklif etishdi. Mirkomil Mirmominbayev o'zlarimi? Ko'zoynagining tepasidan moralab savol qotdi hashamdor stol yuqorisida o'tirgan semiz yuzli, harbiycha engil boshli kishi. Bu bepisand gap boyga og'ir botdi. Harbiycha libosli kishi savolini davom ettirdi. Taks, bu straytelstvoga sel nima? Seli. Mirkomil haybatli, uncha-buncha inson zoti yaqinlasha olmaydigan bunday mahkamalarda shu qadar sayoz, bema'ni savollar berilishi mumkinligini tasavvuriga sigdira olmas edi. U hayratidan yoqa tutib turganida boshliq tatarbashara kishi tomonga shoh tashlab so'radi. Selni nima aytamiz? Maqsad muddao javob qildi tatarbashara kishi. Aytmoqchiman. Maqsad muddao nima qurishdan? Avtoritet tatarbashara kishi. Obro deb ilova gildi. Boshliq takrorladi, abru kerakmi? Endi Mirkomil ko'zlariga ishonmadi. Tushuntiray desa, boshliqning stoli ustidagi semiz qog'oz taxlamida ko'zlagan barcha niyatu maqsadlari qayta bayon etilgan. Tushuntirmay desa, so'lqillagan lunjini osiltirib o'tirgan boshliq merovrogmi? Boy oyini oylagunicha o'zini atayin doldir tabiat qilib ko'rsatayotgan boshliq qog'oz taxlamini varaqlay, chekkasiga 2 qat qalin chiziq tortilgan sahifasini Mirkomilga sinchikov bozraydi. Yuzi, lunji taranglashib qizardi va labini qimtib, shishirib tatarbashara kishiga nimadir deb pongilladi. Tatarbashara kishi bir qo'zgalib olgach, chala-chulpa o'zbekchaladi. Bu qurayotgan uchrejdinlar faqat sartlarga xizmat qilamish ekan, kasalxonada tolko sartlar lechit qilar emish, hammomga faqat yerlik aholi polzovatsa itarmish. Bu qanday gap bo'lay? Mirkomilning tarvuzi qo'ltigidan tushdi. Musulmonlar kasalxonasining talablarini, musulmonu kofir bir hammomda yuvinishi oddiy insoniy odobga xilofligini tushuntirmoqchi edi. Birdan niyatidan qaytdi. U ko'nglida tugilgan toza niyati ne sababdan 5-6 yildan buyon cho'zilayotganini, harchand urinmasin, rahmatli otasining vasiyatini ro'yobga chiqara olmagani boisini to'satdan, favqulodda anglab yetdi. Endi oylab ko'rsa, harbiycha kiyingan boshliq ilonning yogini yalagan ekan. U tarvuzsimon yumaloq kallasini sarak qilib kulib tirjaydi va "Vot bunda", dedi stol javoniga imo qilib. "Ko'p sevedenilar kitirganlar. Takchto shutga ketmaydi, bay. Davay drujno ato." Mirkomil orischani chalayarim gapirar, uncha-buncha tushunsa-da, o'zini bu tildan mutlaqo bexabardek tutar. Shu hiylasi ayrim o'rinlarda ish berib qolar edi. O'sha safar uyezd mahkamasidan chiqib ketdi hamki, bir necha kunga dovur qulog'ining tagidan, tilining uchidan drujno degan so'z arimadi. Drujno dostona, ittifoq, birlik har kim uddasidan chiqqan yaxshiligini ayamasa, savobni ko'zlasa, shum niyat bo'lmasa. Shuda dostona yashash. Savob istasangda, savobing boshqalarga gunohdek botsa, u holda kim dost, kim dushman?
CVD'nisi kop emish. Ko'p CVD'nilar kitirganlar, dedi. Hay, istibdod maqsadida kelgan o'sha harbiy boshliq toifasidagi qorni, miyasi tola garaz odamlardan ginasi yo'q, lekin unga kim CVD'ni keltirgan? Mirkomilboy haqida ko'plab CVD'larni kim unga yetkazishi mumkin? Iskandardan shubhasi yo'q, uning atrofida aylanishadigan boshqa gayridin bo'lmasa, u holda kim uni sotadi, kim? Turli davralarda vigiladigan barcha tanish basharalarni birma-bir ko'z o'ngidan o'tkazdi, boshi qattiq qotdi. Mirkomilboy ko'nglining bir chekkasida aylanishayotgan shubhani ilgadi-yu, ilgagani tiliga qochishdan qo'rqib, og'zini chalgitishga tutindi. Tutinsada nahotki deb takrorlayverdi. Rotmister Rozalion qalin muqova orasidan tepasiga chaquvlar deb yozilgan varaqni olib, uni dahani ingichka polkovnikning stoliga qo'ydi. Xona sohibi varaqqa erinib ko'z yugurtirdi. Ishonchlimi? Homuza tortib so'radi u. Har xabariga momay olyapti, janobi oliylari. Polkovnik chaquvchi degan yozuv to'g'risidagi ismni o'zicha shivirladi. Keldi, oqib bir zum oyga cho'mdi-da, barmog'ini nuqib turib so'radi. Manavining o'zi nazoratdami? Xuddi shunday, janobi. Polkovnik bas deganday kaftini quloqiga bosdi. Gapi bog'zida qolgan rotmister tisarilib tashqariladi. Eshik yopilar-yopilmas polkovnikka jon kirdi. U o'tirgan joyidan enkayib javondan qog'oz tiqilaverganidan semirgan papkani oldi, ochdi va oxirgi varaqlarga ko'z yugurtirdi. Shoshib, yutoqib undagi sozlarni hijjalab, yangi keltirilgan varaqdagi yozuvlarga solishtirdi. Taks. Qori chakki emas. Komilboyni Toshkangacha qoshni kupeda kuzatib borgan. Boy Toshkanda Olimjonboyev ismli kupes bilan uchrashgan. Taks. Olimjonboyev haqida kupes, katta savdogar boymana Sodiq keltirgan. To'xtaboy Olimjonboyev. U bilan ham alohida shug'ullanamiz. Taks boyning sarf xarajati bankdagi davlati keldining nazoratida. Taks yaxshi. Polkovnik yangi keltirilgan varaqni qayta nazardan o'tkazayotib bosh chayqadi. Bundan xabarimiz bor, dedi shivirlab. Shu payt telefon jiringladi. Polkovnik zo'r bir mamnuniyat bilan telefon dastagini quloqiga bosayotib, qomatini rostladi. Polkovnik Soshalskiy eshitadi. U tinimsiz bosh irgab nimalarnidir tez-tez qog'ozga qayd qildi. Nihoyat ko'rsatmalar tugadi, shekilli to'satdan ovozini ko'tarib, "Bor, janobi oliylari", dedi topishmoq javobini topgan boladay qarib hayqirib, so'ng orom kursining qirg'ogiga ketini ilintirib o'tirdi-da, yangi ma'lumotni choqib hujjaladi. Anjanning 3-qismida yashovchi Madrayim hojinikida yigin bo'ldi. Mirkomilboy raislik qildi. Mazmuni sart o'g'lonlarni soldatlikka jo'natmaslik maslahati. Davat haha, yozma davat tayyorlangan. Polkovnik jim bo'ldi. Birozdan so'ng yana gapirdi. Haha, ertasiga mana bor, saharlab Mirmominboyev poyezdga minib Skabelevga jo'nagan. Farg'ona gubernatorini qo'lga olishga uringan. Nima dedingiz? Ma'lumot keltiruvchilarmi? Ha. Janobi oliylari, bu sartlargacha 4 tanga bersangiz, Mirkomil degan boy ekanu, o'zining otasini sotadi. H. O'zimizning xufiyalarga ish qoldirmaydi bular. Rozalionning bir ozi, balo u, bir oziga 20tasi tinimsiz ma'lumot yetkazib turadi. Hammasi bir-birining ketidan qo'yilgan. Xotirjam bo'ling, janobi oliylari. Mirkomil tonggi Girashirada yuk vokzali yaqinidagi tepalik yonbag'ridan handaq qaziyotib Madrayim hojinikidagi yiginni, uning ertasiga Skabelevga borganini ham esladi. Harbiy hokimning eshigida uzoq sargayib o'tirdi. Alhol, uni hokimning muovini qabul qildi. Anjandan qancha mardikor olasiz? So'radi u gapni cho'zmay. Nima edi? Osmoqchiladi muovin. Barining haqini to'laymiz. Bizning yigitlar Rossiya o'rmonlarida jon saqlab yasholmaydi. Sovuq. Muovinning rangi gezardi. Davlatingiz shunchalik ziyodami? Deb yubordi entikib. Borini beraman. To'laymiz, lekin bironta farzandimizni jo'natmaymiz. Mirkomil zimdan ish bitiradigan quv tabiatli odam bo'lganida harbiy hokimga kelib, bor niyatini tokib socharmidi. Shunday odam bo'lgani uchun ham Sodiq, Qori, Keldi ismli yurtdoshlari, dindoshlari ketida ilashib yurishi, bosgan qadami, aytgan sozini oqizmay, tomizmay, peshma-pesh yetkazib turishi mumkinligini sira tasavvuriga sigdira olmas. Bu shubhasini hatto hozir hazm qilolmayotgan edi.
Lekin mana o'ylaydigan payti keldi. Hayot shunda ekanda, vojab. Hatto eng ezgu, savobli orzu-niyatingga yetishmoq uchun ham hiylakorroq, makkorroq bo'lishga majbur ekansan. Aks holda, tubanlik va makkorlik pardasi bilan himoyalanmagan eng toza va halol niyatlaringga hayotning ozi muttasil tupurib, ularni oyoq ostida toptab, tuproqqa qorishtirib otar ekan. Ehtimol, Mirkomil shu achchiq haqiqatga rioya qilganida surgunma-surgun, qamoq sarson-sargardon bo'lmas edimi? Atrofida laycha itdek girgir aylanib, doq, popsa qilayotgan askarchaning izmiga bo'ysunib shu saharmardonda loy aralash tuproq kovlamayotgan bo'larmidi? Falak! Loqal Istanbulda Anvar Poshoning maslahatiga quloq solganida. Turkistondan umidni qoporing, Mirkomil Sayim, bizim yurtda qola bilursingiz, degan edi Anvar Posho. Men bu yerda qolsam, bolalarchi, oilamning ahvoli ne kechadi? Deb e'tiroz bildirdi Mirkomil. Jujuqlardan, nasllardinda qayg'urmang, Sayim. Jujuq turkchada farzand, bola degani. Inshaalloh ularni-da bu yerda getirajakmiz. Ota yurdimiz. Hurriyat edana qadar bizim Istanbulda yashaya biluringiz. Mirkomil go'yo Anvar Poshoning taklifiga rozilik bergandek bo'ldi-yu, ichida nimadir uzilib ketdi, qo'loyogidan mador qochdi. Jujuqlarni, nasllarni ko'chirib kelarmiz, Posho hazratlari, dedi Mirkomil qahratonda qolgan odamday sovuq qotib. Lekin vatanni qanday olib kelamiz? Vatanni ko'chirib bol, maydiku. Endi oilasi o'shanda Mirkomil ichidan yomon zil ketgan ekan, ko'ksining allaqayerda chirt etib uzilgan narsa endi butun vujudiga tarqagandek bemajol o'y-xayolga garq, qoli o'ngsiz, shuursiz tuproq qazir edi, xolos. Toylarda garchli bachkana etik kiyib xotinchalish raqsga tushadigan bachchalardek girdikapa, lak bo'layotgan askarcha mahbus qaziyotgan chuqurcha odamning beliga kelmasligini chamaladida, dam chuqurga. Dam chor atrofga alang-jalanglab olgach, bo'ldi, yetadi, dedi.